Mebelchi akalar, sizlarga bir chiroyli, yaxshi maslahatim bor. Ya'ni kimlardir o'zi qarzga stanok olib, delinga stanok olib qo'yishadi-da, mebel sex ochaman degan xayollar bo'ladi. Lekin shoshilmaysizlar. Sizlarda agar shunaqa 30 kvadrat, 50 kvadrat joy bo'lsa, mana shuni o'zi sizlarga производство. Avvaliga sizlar zakasni olib, mebelni yasab ko'ringlar, zakasni olib ko'ringlar, topshirib ko'ringlar. Qiynalmasanglar, keyin o'sha har xil kompaniyalardan, Xitoydan stanok olishinglar mumkin. Zakasinglar bo'lsa, birinchi navbatda nima qilasizlar? O'sha zakasni borib, biron bir zavodga olib, uslugidan foydalanib qilib ko'ringlar. Zakasni olib ko'ringlar, topshirib ko'ringlar klientga. Topshira olasizlarmi? Keyingi zakasga pul yetyaptimi? Yaxshi foyda olasizlarmi? O'sha darajaga yetganinglardan keyin stanokka harakat qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bitta ustozimni o'gitlari bor menga aytgan, agar sex ochsang, stanok olsang, yaxshi, kattaroq kompaniya bo'lasan. Agar zakasni yetkazib tursang, stanok sen uchun ishlaydi degan. Agar zakas yetkiza olmasang, sen stanok uchun ishlaysan degan. O'shaning uchun katta pulga tushib, minusga kirib ketgandan ko'ra 20-30 kvadratli joy olib, shu yerda yig'ib zborkasini, ularni kesish, qirqish ishlarini biron kompaniyaga borib, uslugidan foydalanib yasab tursanglar bo'ladi. Shaxsan o'zimiz ham 3 yil oldin xuddi shu muammoni deb $400,000 ga stanok olib, 2 yil davomida ishlatib minusga kirib ketganmiz. Zakas yetkiza olmaganmiz. O'shanga shu holatga tushib qolmanglar, bo'lmasa ham katta pul yo'qotishinglar mumkin.